The Dubbing eng so'nggi animelar. Hoy, Tweety. Big Brother'dan kelgan xat Yaxshi qayerda? savol. Menimcha bugun uning savoli yo'q. Aslida bu kichkintoyning ismi Choppi. Ha, Alen aka. Alen shu yerdami? Alien. Men qaytdim. まるでもない罰でもない三角でも四角でもないまだ名前のない僕に出会えてよかったもしも子供に戻れたら斬新じゃない努力で限界突破一つでも何かが違えばここには来れなかったかもしれないなもう満体不安定不安はないわけがないけどみんなの簡単より僕だけの難しいがい配られたカードの生かし方が足跡生まれ方は選べないけど生き方は選べるぜまるでもない罰でもない三角でも四角でもないまだ名前のないその日々をもっと愛したい剣でもない盾でもない魔法でも夢でもないその輝きで僕を僕にしてくれてありがとう守りたいもう愛してるも好きも全部ここに生きること全部使おうここで生きていこう Alien, ancha katta bo'lib qolibsan. 4 yil o'tganiga ishonish qiyin. Ovqat yetarli, shuning uchun xohlaganingcha ye. Mash va Milya ham ancha ulg'ayganini ko'ryapman. Nima? Miyula. Sen oxirgi marta bu yerda bo'lganingda u 1 yoshda edi. Sen haqingni bilmasa ham kerak. Nahotki har doim u bilan Choppi orqali o'ynaganimiz uchun biz yaqinmiz deb o'ylagandim. Alien, bizga oylik xat va pul yuborganing uchun katta rahmat. Tirikchilik uchun yetarlicha pul topyapsanmi? Ha, bu haqda hali aytaman. Hamma narsa o'zgardi. Men endi Granville'larning xizmatkori emas, balki ularning mehmoniman. Va men aprel oyida akademiya shahriga boraman. Nima? Ha, pul yuborish uchun uncha oson bo'lmaydi. Shunday qilib men hammasini birdaniga olib keldim. Mana 100 oltin tanga. 100 oltin tanga? Yo'q, buni qabul qila olmaymiz. Bu akademiyada senga juda kerak bo'ladi. Hammasi joyida. Zirhli chumollarni sotib tejab qo'ygan pulim bor, 600 tangalar. 600? Zirhli chumollarmi? Maxluqlarmi? Xuddi shunday. Ular oq ajdarho tog'larining etaklarida uya qurgan hasharot maxluqlar. O'sha yerda ko'plab goblinlar va orklarning tumaniga duch keldim. Vau! O'g'limiz umuman o'zgarmabdi, hali ham o'sha ishlarni qilyapti. Ha, juda ham to'g'ri. Allaqachon ketyapsizmi? Meni bir nechta ishlar kutmoqda. Men ham 12 yoshga to'lganda akademiyaga boraman. Yaxshi eshitiladi. Men seni kutaman. Buni o'qchi. Sen meni katta tentakimmisan? Oyijon, o'zingizga yaxshilab g'amxo'rlik qiling. Ha, shunday. Kechirasan, men sen bilan tez-tez ko'risha olmadim. Bu yerda ehtiyot bo'l, o'g'lim. Choyni yo'ladiganingdan ko'proq tishlamagan, xo'pmi? Hozircha xayr. Onajon, dadajon. Tezroq qaytib keling. Xo'sh, agar bu bizni hurmatli mehmonimiz bo'lmasa, nega men orqamdan xizmatkorlik ishini tashlab hovli supuryapsan? Akademiyaga ketgunimizcha shunchaki yordam beraman. U nega bunchalik xafa? Hoy, Alien. Akademiyada men bilan urushda qatnashishga ishonching komilmi? Lekin bu senga tegishli emas. Men aynan shu ishga yollanganman. Bilasanmi, sen juda ham g'alati odamsan. Do'stlarim shu yerda. Qilich malikasi Krena va usta Dogoro. Sizlarni tanishtirsam. Bular men so'nggi 4 yil davomida xizmat qilib kelgan Granville oilasining farzandlari. Salom, men ismim Cecil Granville. Sizni tanishlaringiz bilan uchrashish juda ham yoqimli. U o'zini xushmuomalaligini yoqdi. U 3 kundan keyin kirish imtihoniga topshirganimizda bizga qo'shiladi. Tanishganimdan xursandman. Cecil, keling do'st bo'lamiz. Ha, albatta.
ikkalangiz ham imtihonlarga tayyormisizlar? Tayyormiz. Biz endi buyuk cho'chqalarni mag'lub etishga qodirmiz. Cho'chqalarmi? Lekin bu akademiya sinovi, bilasanmi? O'qidingmi o'zi? Xush kelibsiz. Alenning do'stlari, o'zingizni uyingizdagidek his qiling. Albatta. Yoqimli ishtaha. Hoy, akademiya qanday ekan? Zindonlar bor, to'g'rimi? Seningcha biz ko'plab hayvonlar bilan jang qilamizmi? Men bitirganimizdan keyin nima bo'lishiga juda qiziqyapman. Men ritsarlik unvonini olishga bir qadam yaqinlashaman. Biz ularga urush haqida aytmayotganimiz to'g'ri deb o'ylaysanmi? Hech bo'lmaganda hozircha emas. Ular hayotlari uchun xavf haqida bilishga haqli. Crane akademiyani tugatgandan so'ng baron unvoniga sazovor bo'ladi deb umid qilaman. Bu Cecilia bilan urushga birgalikda qo'shilishni belgilaydi. Dogoroga kelsak, bu hali ham noma'lum. U o'qishni tugatgandan so'ng o'z faoliyatiga qarab harbiy xizmatni tanlashi mumkin. Qanday bo'lmasin, biz hammamiz akademiyada birga o'qiymiz. Shuning uchun ular do'st bo'lib ketishiga umid qilaman. Statistikani tekshirish imkoniyati uchun Emiliyadan ibodat qilishni boshlaganim ma'qul. 3 kundan keyin. Hammangizga xayr. Biz ketyapmiz. Bizni qabul qilganingiz uchun tashakkur. Rahmat. Ehtiyot bo'ling. Omon bo'ling, O'zingizni ehtiyot qiling. Shunday qilib to'rtalamiz Omad! akademiya shahriga yo'l oldik. Hammangiz bu yerga qarang. Rashtar Qanday ulkan qirolligi. shahar? Akademiya shahri. Shahar va uning atrofida bir nechta zindonlar bor. Eshitishimga qaraganda, talabalar har bir darsda o'zlarini noyob iste'dodlarini namoyon qila olishadi. Boshlashga shoshilyapman. Bu judayam tez. Bu Baukis imperiyaning mitlarining yuqori sifatli hunarmandchiligi. Poyezd qanday bo'lishi kerak? Rashtar akademiyasi. Bu odamlarning hammasi nima uchun kelganmi? Aytishlaricha, bu testni topshirish uchun har yili 20 mingga yaqin nomzod kelar ekan. Ratash qirolligining akademiyasiga xush kelibsiz. Kirish imtihonidan oldin barcha abituriyentlar baholash marosimidan o'tishlari shart. Baholashmi? 5 yoshga to'lganimizni eslaysanmi? Bu xuddi o'sha marosim. Men birinchi bo'laman. Albatta, iltimos qo'lingizni uzating. Yaxshi. Sizning xususiyatlaringiz ajoyib reytingga ega. Iltimos yozma imtihonga o'ting. Hammasi 5 yoshligimdagidek. Ko'timni berib mashq qilganlarim nima bo'ldi? Xafa bo'lmang. Bu darajalar faqatgina rivojlanish tezligini aks ettiradi. Shuning uchun yoshga yoki darajaga qarab o'zgarmaydi. Endi men boraman. Bu natijalar ham juda ajoyib. Sizning iste'dodingiz aynan biz izlayotgan narsa. Bu sehrgar qiz uchun uning aqliy darajasi es daraja. Voy xudoyim, siz qilich hukmdori Krenasiz. Sizni bu yerda ko'rganimizdan xursandmiz. 5 yoshligimdan beri hech narsa o'zgarmadi. Xafa bo'lma. Yaxshi, qora sochli bola, iltimos davom eting. Yaxshi, Aylin, endi seni natijangni ko'ramiz. Nima uning reytingi A'mi? Bu sizni xafa qiladi deb qo'rqaman. Uning iste'dodi bolaligimizda namoyon bo'lmaganda, demak u hali ham. Bu baribir nima degani? Mendagi xato tuzatildi, ammo mening rivojlanishim hali ham Hel Modi tomonidan pasaymoqda. Bir narsa o'ylab topish kerak edi. Shoshmang, Aylin muvaffaqiyatsizlikka uchradimi? Bunday bo'lishi mumkin emas. Mayli, akademiyaga o'qishga kirmasam ham bu yerda hali ham qiladigan ishlarim bor. Asabimga tegma, ahmoq. Ha, bu to'g'ri emas. Nima uchun bunchalik shov-shuv? Elf. Uning natijalari ijobiy bo'lishi kerak edi. Men Alinni yakka o'zi Murdergalshni mag'lub etganini ko'rganman. U yoshligida Murdergalshni mag'lub etdimi? Shunga qaramay uning barcha xususiyatlari E daraja. Ilgari hech qachon bunday natijani ko'rmaganman. Demak, u haqiqatan ham mavjud. U nimani anglatadi? E darajadagi bola paydo bo'ladi. Xuddi Rozen sama bashorat qilganidek. Rozen boshqa hech narsa aytmadimi, direktor?
Helmios Sama. Direktor? Helmios? hukmdori. Biz bu ko'pdan ismda ko'p iblislar hurmat hukmdori bilan- haqida ma'ruzada eshitgandik. Helmios, butun insoniyatning qahramoni va umidi. Lekin nega u bu yerda bo'lishi kerak? Nima bo'ldi? Uning hujumi 570 ga teng. Uning aqliy zakovati 1600 ga teng. U mening statistikamni ko'ra oladimi? Baholash qobiliyatidan foydalanayotgan bo'lsa kerak. Hammaga aytishni bas qil, ahmoq. Xususiyatlari jihatidan u arch sehrgar bilan teng darajada, lekin unda sehr qobiliyati yo'q. G'alati gaplar. Mavjudligim uchun uzr. Kechirasiz. Baholash plitasi yaxshi ishlamayotganga o'xshaydi. Rostmi? Bu uning imtihon topshirishi mumkinligini anglatadimi? Lekin bir shart bilan. Summoner iste'doding bilan nimalarga qodir ekanligingni ko'rsatishing kerak. Kelishdikmi? Aylen iste'dodingni ko'rsat. Qo'rqamanki rad etaman. Nima? Birinchidan, men sizni kimligingizni bilmayman. Kechir. Men Helmiosman, birinchi qahramon. Qahramonmi? Siz haqingizda eshitganimni eslay olmayman, lekin siz meni xususiyatlarimga nazar tashlaganingizni hisobga olsak, o'sha sharda o'zingizni darajangizni ko'rsatishingiz adolatli bo'ladi. Keyin shunda ishonarmidik? Albatta, nega yo'q? Yaxshi, men qahramon haqida ma'lumotlarni olaman. Faqat A va S darajalari. Aftidan u asosan jismoniy kuchlar uchun mo'ljallangan. Mana endi sening navbating. Mayli, lekin chaqirish sichqoncha. U juda ham tez paydo bo'ldi. Qanday yoqimli. Rostdan ham sen hayratda qoldingmi? Bu mening iste'dodim. Summoner nomi endi mantiqan to'g'ri keladi. Shunday qilib biz kelishib olganimizdek, men saralash jarayonidan o'tdim, to'g'rimi? Kechirasiz, unda men ketdim. Hoy, Aylen. Janob Helmios bilan nega bunday gaplashding? O'zingiz unga paxta qo'yishni to'xtating. Juda g'alati bola, Shunday ko'rinadi. Yozma test, matematika, lug'at va tarix kabi fanlarni qamrab oldi. Ehtimol turli xil hayvonlar bilan kurashish mahoratimizni sinaydigan savollar ham bor edi. Natijalar? Men Bni oldim. Yaxshi. Aylen, siz es olibsiz. Va Krena zo'rg'a C baho oldi. Shunday qilib hammamiz o'tib ketdik. Nega men A oldim? Iltimos formangizni olish uchun shu yerda navbatda turing. Endi barchamiz rasman talabamiz. Xo'sh, endi biz qayerda qolamiz? Lekin bizda yotoqxonalar bor ekan. Menimcha buning o'rniga biz ijarada turishimiz kerak. Lekin bundan oldin talabalar